Men psixmanmi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Koreyada 9 yildan beri yashayapman va men o'zimni psixman deb o'ylayman. Shuning uchun kommentariyada jinnixonani nomerini bemalol tashlab ketsanglar bo'laveradi. Lekin birinchi tekshirib ko'ramiz. Issiq suvda cho'milishni yaxshi ko'ramanmi, issiq suvda? Cornflakes. Birinchi sut qo'yamanmi yoki keyin sut qo'yamanmi? Keyin iPhone X haqida o'ylaymanmi? Yo'q, farqi yo'q. Bolachalar yaxshi ko'ramanmi? Yaxshi ko'raman. Agar onam menga seni yaxshi ko'rgan ovqatingni tayyorladim deb yozsalar, yaxshi ko'ramanmi yokida uf jonga tegdilar deb aytib yaxshi ko'raman, конечно. Uyda o'tirib olib shopping qilishmi yoki borib shopping qilishmi? Menga borib qilish yoqadi. Itlarni yomon ko'raman. Being with friends. O'zim bo'lishni xohlaymanmi yokida oshnalarim bilan bo'lishni xohlayman, lekin menda osh yo'q. Oshna yo'q. Choy solib keyin suv quyamanmi yo suv quyib keyin choy solamanmi? Choy solib keyin suv quyaman. Psixmas ekanman. Qandaysan Sardor? Nimaga birovni aldaysan? Welcome uyga ustoz.